Assalomu alaykum Cherry qadrli obunachilari. Bugungi obzorimizda siz bilan Tiggo 9 avtomobilining gibrid sistemasini ko'rib chiqamiz. Bu avtomobilda qanaqa funksiyalar bor, nimalar bor, hammasini birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Kelinglar yaqinroq. Qadrli obunachilar, bugungi obzorimizda mana sizlar bilan Tiggo 9 gibrid avtomobilimiz. Oldidan boshlaymiz. Oldi obrisovkalari juda ham o'zgacha ishlayotgan LED premium faralar bo'ladi. Oldi obrisovkalariga bir e'tibor bering. Tiggo 9 gibrid avtomobilimiz. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda naqdga ham, rassrochkaga ham, muddatli to'lovga ham bemalol chiqadi. Xarakteristikalari mana ko'rsatib o'taman. Yana bitta xarakteristikalarni sizlarga. Xarakteristikalari juda zo'r. Bu avtomobil juda qulay, chunki o'zim Tiggo 9 da rasman ochilish marosimiga Jizzaxga borib keldim. Jizzax borib kelish menga juda ham qulay, komfort yo'lda o'ziga aniq qildi. Bu avtomobilimiz emblemasi ham yonadi. Oldi parktroniklari bor. Diskalarga kelayotgan bo'lsak, diskalari polniy litli bo'ladi. 20 lik bo'ladi. Juda yumshoq 20 lik balonlar bo'ladi. 90 atsinkovon metalli qalin. Bunda ikkita motor bo'ladi. Benzinoviy hamda elektr dvigatel bo'ladi. 1200 km zapas xod. Bu degani sizga 130-120 km чисто elektr tokda yurib beradi, qolgani esa benzinoviy dvigatelda yurib beradi. Mana kraskalarni ko'rsangiz bo'ladi. Kraskalari ham bu idealni ishlangan. 360 kamera. Slipoy zona. Salon qismi, eshiklarimiz ochilishlari ham juda o'zgacha, ruchkalari ham bor. Salon qismiga sal o'tdik. Bu yerda alkantara ishlatilgan. Mana mamberlari juda ham alkantaradan ishlatilgan. Jigar rang bilan hamda mana bunaqa matoviy taxta derivadan ishlanadi. Sidilar xuddi Mercedes'day oldi orqaga bemalol yura oladi. Stiklopodъемниклari va eshikni yopib ochish. Salonga bir o'tiramiz. Salon deflektorlarimiz eshikda ham mavjud. Tomlari qop-qora bo'ladi buni. Mana stoykalariga e'tibor bersalaring, stoykalari ham qop-qora juda bo'ladi. Mana stoykalar ham panoramniy tom. Panoramasini ham bir ko'rsatib o'taman. Panoramniy tom. Multirul sizlarda shu o'tirganlaringdan multirul kutib oladi. Bunda o'sha adaptivniy kruiz kontrollari, udержание polosalari, hamma narsasi mavjud. Baland past qilayotgan monitori hamda bu yerda mana displeychasi ham mavjud. Xatab displey bo'ladi. Adaptivniy kruiz kontrolli lidar kamerasi bu yerda bo'ladi. Yangilikka qarang, mana yangilikka qarang, qanday ochiladi. Ko'ryapsizlarmi aziz do'stlar? Katta monitor, quvvatlagich, 90 klimat kontrol. Bunda hamma narsa sideniya, obduf, abagrev, atamankalargacha mavjud. Mana atamankalari. Buni atamankalarigacha mavjud mana. Atamankalarigacha mavjud. Eshiklarimizda kolonkalarimiz bularda Sony premialniy akustika turibdi. Bularda Sony premialniy akustika turadi. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda ADM Astor Cherry avtosalonida turibdi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda xolodilniklari ham mavjud. Mana ko'rsatib o'taman. Xolodilnikchalarni ko'rsatib o'taman. Kattagina xolodilnigi bor, avto holdlari bor. Ko'rganingizdek gibrid sistema, elektr sistema bo'ladi. Bemalol gibrid elektr sistema. Orqa o'rindiq 7 o'rindiqlik bo'ladi. Orqalarini ko'rib o'tamiz. Orqa o'rindiqlarimiz, orqasi ham mana juda keng. Eng asosiysi mana shtorkalari ham mavjud. Mana oynani bunday qilib qo'yib, ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hamda bunda shtorkasini yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Orqalari juda keng. Orqamizda polniy klimat kontrol, sideniya, abagrev, obduf orqalarida ham bemalol mavjud. Type-C hamda USB portlar ham bo'ladi bu avtomobilimizda. Bu avtomobilimiz juda ham qulay, komfort, zamonaviy hisoblanadi. Bu yerdan elektr quvvatlagichi. Orqasini bir ko'rsatib o'taman. Orqasi bu benzinoviy dvigatel hisoblanadi. Mana benzinni ochishingiz kerak bo'ladi. Tak, aziz do'stlar, bu avtomobilni xarid qilish uchun siz ADM Astor Cherry avtosaloniga tashrif buyurib xarid qilishingiz mumkin. Hammalaringizni kutib qolamiz.